Assalomu alaykum, hurmatli vazirlar, tomoshabinlar, azizlar, mana har tikchamizni terib oldik. 17 ta kafilimini, nasib bo'lsa 2 tomonni, bir tomoni bo'ldi, mebel bo'ladi, tepa-pas. Va bu tomonimiz ham tepa-pas, mebel bo'ladi, nasib bo'lsa. Terib oldik mana. Cho'tka qilib, uruning lazerlay olib hammasini. Kafilimiz 60 ga 30 lik. 60 mingdan metr kvadrat terildi. Mana bu yoqdan shpakilovka qilib to'g'rilab beramiz hali. Mebel qo'yiladi. Yaqinga mebel keladi, yasalgan. Nasib bo'lsa uni terib olib baho berasizlar. Har xil variant bo'lyapti terish. Joyga qarab, qilingan ishga qarab, o'sha narxlari shunga qarab o'zgaradi. Asosiy ko'p biz patolog abo olamiz. Endi mana bunda bitta xonadonlar ko'p chiqib qolsa, mana bunda kichkina kafillarni terib ketaveramiz. Atak katta kvadratli olmaymiz. Sababi aboy patolog shu ishimiz bizga yetadi, nasib bo'lsa. Mebel bo'ladi, tepa-pas, bu ham tepa-pas mebel bo'ladi. Shu mebel chakamiz chizib berib ketgan, o'sha bo'yicha terdiyman. Biz birinchilarni qo'tiramiz, keyin ikkinchilar kraska qilamiz. Bu joyimiz tugaydi. Nasib bo'lsa. Bu hammasi qo'yilgan. Savol takliflar yozib berasizlar, azizlar. Ish jarayonimiz davom etyapti. 9 ta xonali xonadonimizda ish jarayonlari davom etyapti. Nasib bo'lsa, o'z tandir o'choq ham qurilyapti. Mana shu yerda u jarayonlarni ham hurmatli YouTube kanalimizda chiqaryapmiz. Kuzatib boringlar, qiziqsangizlar. 28-mart 2025-yil azizlar. Omon bo'linglar, qisqacha obzor bo'ldi. 2-3 kundan keyin taxtasini olib tashlaymiz. Tozalab zaterka bo'ladi. Fuga qilamiz, ya'ni o'rta qismlar to'ldirib chiqiladi. Rahmat barchaga, topganlaringizga Alloh baraka bersin hammaga. Rahmat, sog' bo'ling.